Assalomu alaykum. Yaqinroq oling. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda O'zbekiston Respublikasi Jizzax viloyat hokimi. Sizga minnatdorchilik bildiramiz. Kechagi ijtimoiy tarmoqda sizga qilingan murojaatimiz o'z natijasini ko'rsatdi. Mana siz jo'natgan xodimlaringiz Zafarobod tuman suv boshqarmasidan, Jizzax viloyat suv boshqarmasidan xodimlar kelib holat bo'yicha o'rgandi. Mana sizga murojaat qilgan fuqarolardan sizga chiroyli minnatdorchilik bildirish niyatida shu videoni chiqaryapmiz. Gapiring bor. Mana shu sog'lom viloyat hokimiga rahmat. Mana shunchalik mana suv ta'minot anovlari kelib mana ko'rib, mana bizlarda mana seshanba kuni anov jarayonni boshlaymiz dedi. Shuning uchun mana shunchalik inobatga qilgani uchun rahmat hokim bor. Farhod aka. Kelishdi mana hokim bova, rahmat sizga. Mana shu masalasi bo'yicha murojaat qilgan edik. Mana rayondan mana suv boshqarmasining o'zi boshlig'i, viloyat boshlig'i mana kelib, mana biz bilan suhbatda bo'ldi. Mana shu bo'ladigan masalalarni hammasini mana ko'rdi. Mana shu dushanba kunimida, seshanba kuniga kelib, hammasi mana shu onalarni joy-joyiga qo'yadigan bo'ldi. Sizga rahmat. Shu bizning mana shu aytilgan gaplarimizni inobatga olganingiz uchun hokim bor, rahmat sizga. Mana shu Xudo xohlasa Farhod aka, bu o'sha seshanba kuni deyilyapti. O'sha seshanba kuni jarayonni krandan suv chiqqanlarni ham mana hokim bovamizga ijtimoiy tarmoq orqali yetkazamiz. Rahmat sizga. Hokim bova, e'tibor uchun, xalqqa e'tiborli bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Shu bizning murojaatimizni inobatga olib, qancha qiynalib turganligini, suvga qiynalib turganlarimizni inobatga olib, shu ishlarni amalga oshirmoqchi bo'lyapsiz. Rahmat, ishingizga rivoj, omadingizni bersin. Shu bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerak, Jizzax viloyati suv ta'minoti boshqarma boshlig'iga ham katta rahmat. Inobatga olib xodimlarni yuborgan. O'zbekistonda mana shunday fuqarolarning har bitta murojaatini inobatga olib amaliy yordam beradigan xodimlarimiz, tashkilot rahbarlari ko'paysin. Biz xalqimiz bilan Jizzax viloyati hokimidan, Jizzax viloyati suv ta'minot boshlig'idan rozimiz. Xudo xolasa endi mana bitta jarayonimiz seshanba kuni 27 bo'lamiz sizlar. 27-kuni mana shu yerga kran o'rnatish ochilish marosimini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatasizlar. Hammaga xayr do'stlar. Mergan aka kanalini qo'llab-quvvatlaganlarga ming rahmat. Senga ham rahmat. Shunchalik ishni amalga oshirib, mana tashkilotdan kelganman. ularga ham Suv ta'minot rahmat. boshlig'iga ham rahmat. Mana shunchalik kelib mana bizlarga kelgan ekan. Amalga oshirib, hurmatlab Rahmat keldik. ularga. Lekin suvlardan qiynalib yurdik. Hammasiga mingdan bir rahmat aytamiz. Xudo bola chaqalarning sog'lig'ini, salomatligini ko'rsin, umr yoshlari uzoq bo'lsin. Endi hurmat qilmasa, bularni Xudo hurmat qilsin. Shunday bo'lsin. Rahmat, hammangizga rahmat. Bo'l salom. Mana Jamol bitta